Anjir. Yengil zaharlanishni anjir bilan davolash mumkin. Chunki uning tarkibidagi moddalar oshqozon ichak faoliyatini yaxshilab, undan zaharni haydab chiqaradi. Natijada buyrak va jigar faoliyati yaxshilanadi. Tomoq og'rig'i va yo'talda anjirning ustiga issiq sut quyib, yarim soat damlab, ovqatdan oldin bemorga ichiriladi. Bu ne'matda isitmani tushirish xususiyati ham mavjud. Buning uchun bemorga quritilgan anjir mevasidan damlama ichirish kerak. Anjir qondagi xolesterin miqdorini kamaytiradi. Shu sababli u yurak qon tomir xastaliklari va semirishning oldini oluvchi vositadir. Ushbu ne'mat tarkibida katta miqdorda temir moddasi mavjudligi tufayli kamqonlikda koni foyda. Agar qo'l yoki oyog'ingizda qadoqlaringiz bo'lsa, tunda ularning ustiga anjir mevasini kesib bog'lang. Tez orada qadoqlar ko'chib tushadi. Anjirning nojo'ya ta'siri ham yo'q emas. Qandli diabet, podagra va o'tkir oshqozon ichak kasalliklarida tavsiya etilmaydi.